Bismillahirrahmanirrahim. Ali ashabalarning xabarlaridan 23-darsimiz. Mantiqu Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Hali bizga bek interes. Payg'ambar bilan o'ltirganda necha edi payg'ambar? Ko'p so'ylaydimi? Doim kulib turadimi? Masxaralar etadimi? Qultu di Hasan ayta ala ashabani ulani radhiyallohu anhu. Kimga ayta? Bayag'i Hindga ayta, Xadija ulayna radhiyallohu anha. Bayag o kamera yemiga edi barzatni zapsitiga. Sifli mantiqahu. Payg'ambarning shu kuyun maga sifatlar. Qala kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mutawasilal ahzani. Payg'ambarning pashmanliqlari uzatilaydi bayta. Ko'p edi. Daimal fikrati fikrusuda daim edi. Daim o'ylashib ko'ramsan. Laysa lahu raha. Ugar rahatlik yo'q edi. La yatakallamu fi g'ayri hajatin. Bir qulluq, bir hajat bo'lmagan so'ng so'ylamaydi. Tawila sukuti. Uzoq indamay turmakligi bo'ladi. Hali o'ylashsan shu odamni. Yaftatihul kalama va yaxtatimuhu bi ashdaqihi. Hasili so'ylama boshlasa, shu birinchi so'zundan boshlab eshitiladi so'ylagan zati. Va oxirida so'ylab bitagan so'zlarini barida birimik eshitiladi. Hali bular bir odamlar astaroq boshlaydi. Artda bitirgan zamonda ne aytganini anglamay qolasan. Yengil. Shu bir urovim bilan tavushi barchi. Gete so'ylagan zati. Va yatakallamu bi jawami'il kalimi. So'ylagan zamonda ko'p satni qo'shilgan kalimalar bilan, so'zlar bilan so'ylaydi. Hadlan la fudulan fihi, la fudula fihi. Bosh so'z barcha aytmasda yaragan zat yo'q edi. Va la taqsir, qisqartib qo'ymoqda yo'q edi. Odamlar ya ne aytmas edi deb anglab olmay yartida qolmaydi so'ylagan zat. Damsan laysa bil jafi va lal muhin. So'ylagan odamlar bilan bir jafi, qurg'oq tug'iladi laqirti. Birovunda esiga yetib de yo'q edi so'ylagan zat. Yu'azzimun ni'ma va in daqqat. Shu Alloh bergan ne'matni ulug' etadi. Nijaga kichik ne'mat bo'lsa da maşallah, alhamdulillah bu aro ulaqqa deb ne'matni masalan ulug' etadi. Nijaga bilay, nega tulis haqiqatda o'ylasang, nijaga azzatda hali shu bir yartiqan suvda ulug' ne'matchida. Haqiqatni o'ylasang, nijaga az ko'rinsa da ulug' ne'mat ulug' etadi. La yadummu shay'an. Bir zatni da so'kmaydi. Ne at, ne mashin, ne uy. Lam yakun yadummu zawwaqan va la yamdahuhu. Hali yarhamkallah. Har zakni tatuna tiyib, o'g'ar tatuna qarab, bu'ar tatuna qarayman deb qarayib bo'ladi odamlar. Shulay tatuna qaragan odamni so'kmaydi. Ya'ni oldinga tushgan zani asha deb barchi so'kmaydi. Va la yamdahuhu. Maqtamaydi. Nitizuzatni tesen. O'sag'anga ayavlab deb boshqa uni maqtamaydi. Va la yuqamu li ghadabihi idza ta'arrada lil haqqi bi shay'in hatta yantasira lahu. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam haq satsali Allah uchun bizatga açulansa, onu açulanmaklığın to'xtatib olmaydi. Bize aldatib barchi. O da qiyi qo'yib Peygamberni başına aylantirib qo'ymoq yo'q edi. Yo'q zati. Aytdim u haqsan shu oxirina chiqmatar. Hatta yantasira lahu shu o'zi aytgan zat o'ri bo'lgunchaga qo'ymaydi. Va la yag'dabu li nafsihi. Ammo o'zi sali ashulanmaydi. O'z nafsi sali. O'z nafsin sali la yantasiri. O'zi aytgan zat o'ri bo'lsin debdi. Aylanmaydi, shu Alloh uchun gertizat o'ri bo'lsin deb aylansa to'g'risi. Barcha boshqalar Alloh uchun Alloh zati o'ri bo'lsin deydi. İza ashara bi kaffihi kulliha. Bizatga o'ram etamsa shu barmog'i bilan qara deb barmog'i bilan o'rab etmaydi. Sallay kaffusi bilan mana shu ulan ay maşallah nechuk bo'lar kaff qo'li bilan mana shu ulan deb qo'lni ayasi bilan sallay ishorat etadi. Hali masalan ko'rsatmasa qayda bormatar o yoqqa boqib. Bir barmog'ini ko'rsatmay o yoqqa boqib. Ko'rdingmi? Va iza ta'ajjaba bizakka tamasha bo'lsa, shu qo'lning ayasi barchi, shuni aylantiradi. Ya, bor hali
Bu qarqara hal edip şu kolun başını aylandırdı. Kol ayasın. Nurun işi tamaşaza bilmeyen adam bana. Hali bize ne etti? Bize tamaşa olsa ya de başını çekti kolun. Peygamber sallallahu ya dedim şey kolun aylandırdı. Ve iza tahaddasa ittasala biha fadaraba bi ibhamihil yumna rahatahu al yusra. Hali söyleyen zamanla on kolun sol koluna tiydirip on kolunu bazık parmağı bulan sol kolunu ayasına şöyle uraydı bayta. Ya kardeş de şöyle dedi. Ya kardeş. Buna göre sana. Bu şöyle dedi. Ve idâ gâdiba açılan zamanla a'rada ve aşaha. Art bir koydu. Açılananla yok koyu gol buna geldim. Çarpmayı göre sana. Art bir koydu. Açılananı şundan biledim. Art beredi Ayşe betin polunuzsa baktırmayı şu bildiredi şu aşağıda bayta. Şu açık yüzünü şoğar kızganıydı bayta. Açılanan zamanla şöyle etip bildiredi. Adam açılanan zamanla eşeği durup olma hiç. Sen açılananı bilme tarih. Şu ozu sen razı olmaya gelin o adam. Ve izâ fariha galda arafahu. Suyun şart bolsa da bayta. Bir dakika suyunu şart bolsa gözlerin ısıp koyuydu bak ya da gözlerin aldığına qarat dedi. Gözlerin aldığına qarat dedi. Hani adam bir adamla alsın şart bolsa o sağamda tukukka qarab kuleyi var ya da Peygamber Aleyhisselam bize şart bolsa aldığına qarab şöyle yetedi. Ve celle zahkuhu ve cülle zahkuhu at-tabassum. Kobusu peygamberini kobusu kulemaklığı irjaya makbuluydu bayda. Kulkusu az bulgan. Anlaşıldı mı? Kulevu geleyince agada kovusuna irjayıp koyuydu. Şu aromatlar var. Allah inşallah gelegen ders Ali Hasan soragan kuyu Hint'ka Peygamberin uyuya giregan kuyun, çıgan kuyun, olturagan kuyun her bir işlerin. İnşallah. Elhamdülillah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. El Fatiha. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي